Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun biza qo'l ushlagich tayyorlaymiz. Mana shunaqa razmerda bo'ladi. 18 ga 18. Mana uchini chizib olganmiz chiroyli qilib. Mana tomchi shaklda qo'l ushlagich tayyorlaymiz. Mana uning uchun mana biza matolarni kesib olamiz. Rasmiga qarab turib, mana shunaqa zilfin rasmini tayyorlab oldim men. Keyin bunga mana 2 sm kenglikda lineykani olib, ikki yog'iga mana shu ikki tomonlama chizib oldim men. Ana endi bunga astarimiz kerak bo'ladi. Astarni usti asosidan ko'ra ozgina kengroq olamiz. Qiynalmasligimiz uchun. Mana ozgina kengroq oldik astarini. Shunaqa qilib, mana pachkalab qirqib oldik. Ana endi bunga orasiga vatin kerak bo'ladi. Mana vatinimizni oldik. Vatinimizni bitta qatorini qo'yamiz. Keyin orasiga biz ozgina dublering qo'yib yuboramiz. Mana shu usulda mana kichkina dublering kerak emaslarni orasiga qo'yamiz. Keyin buni bunga qo'yib olamiz. Mana shu usulda mana shunaqa qilib buni qo'yib olganimizdan keyin mana endi mana bu ustidagi asosimizni olib, buni ustiga qo'yib, buni chizgan chiziqlarimizdan qavib chiqamiz. Mana shunaqa qilib mashinada qavib olamiz mana. Astarimizni ozgina keng qilganimiz sababi mana bu tagida yetmay qolmasin deb ko'rib turamiz astariga. To'liq yetayotganini ko'rib turganimiz uchun ozgina kengroq olganmiz. Mana o'shani hisobga olasiz. Mana shunaqa qilib chiziqlardan tikib qavib olasiz. Mana chiroyli qilib mana qavib olamiz oxirigacha. Keyin qolgan davom. Mana qadrdonlarim, mana pachkalab hammasini tayyorlab olganmiz. Mana xuddi shunaqa qilib xohlang ko'p tiking, xohlang kam tiking. Mana endi qavib oldik. Chekkasiga 0,1 berib oldik. Endi buni chekkasini chiroyli qilib qirqib chiqamiz tekislab. Mana tekislaganimizdan keyin, mana shunaqa qilib tekislab olganimizdan keyin ketidan mana beka tayyorlab qo'ygan bekamizni chekkasiga tikib chiqamiz. Mana shu tayyorlab olib, mana chekkasidan boshlab turib, buni 0,5 ga tikib chiqamiz. Mana qadrdonlarim, mana bu yerdan boshlab tikdik. Mana bu mashitga kelganda tamom qilamiz. Buni hali uzib tashlamaymiz. Endi buni orqasiga qaytarib 0,1 berib chiqib, mana bu yerda petla hosil qilamiz. Mana qadrdonlarim, mana shunaqa qilib mana shu burchagiga kelgandan keyin buni davom ettirib olamiz. Keyin buni qayirib, mana shu yerga ilgich tayyorlaymiz, petla deymiz. Mana ilgich tayyorlaymiz. Buni mahkamlab qo'yamiz, ortiqchasini qirqib tashlaymiz. Mana qadrdonlarim, mana shunaqa qilib birlashtirib olamiz. Mana pachkalab tikib olamiz. Mana ko'ring, mana. Mana xohlang pachkalab tiking, mana shunaqa qilib, mana. Xohlang ikkita tiking o'zingizga kerakligini, mana. Xohlang sotishga tiking, xohlang podarkaga tiking, sovg'a qiling. Mana shunaqa qilib, mana qo'l ushlagichlarni ko'paytiramiz. Sog' bo'linglar, yana diydor ko'rishguncha. Sizlar ham urinib ko'ringlar, harakat qilinglar, chiqadi.